Assalomu alaykum. Aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim Uyg'ur milliy taomlaridan bo'lgan pitir mantining tayyorlash usuli va asos materiallarini tushuntirib o'tmoqchiman. Un 500 gram, sovuq suv, lo'q go'sht 400 gram, tuxum 1 dona, bir bosh piyoz, tuz, oqmuch, zira, qarmoch qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqsak bo'ladi. Biz unda olsa oldi bilan bu xamirni tayyorlab olaylik. Endi xamir tayyorlanib bo'ldi. Orqadan bu go'shtni ushoq to'g'rab bo'lgandan keyin bu go'shtni qiyma qilamiz. Go'shtmi to'g'rilib bo'ldi. Endi piyozni nepiz yaploq chiqib to'g'rab ushoq chanib olaylik. Piyozni yumshatib oldik. Go'shtni ustiga solamiz. Silib orqadan ustiga tuzdan 1,5 bal qo'shib, zira 1 bal qo'shib, oqmoch 1,5 bal qo'shib, qarmoch oz miqdorda. Endi bu piyozga darmakni oldin aralashtirib olaylik. Bu darmak aralashgandan keyin manta sho'rliq chiqish uchun biroz suv quyib olaylik. Go'shtni tash aralashtirib, qiyimni tayyorlab olaylik. Qiyim tayyor bo'ldi. Endi bu xamirni kesib xamirni yurish cho'ngliqda uzib olamiz. Endi biz buni unchachib zo'l qilib olaylik. Xamirni zo'l qilishning maqsad jildni tash etish, ya'ni xamirning cho'ng kichigini tangshash. Jildni ochqa vaqtda o'ttirsa surilib ketmay tash etildi. Jild ochaylik. Jildni etish usuli. Xamirni ochqa vaqtingizda oldiq surganda ko'zining bir tarafini besib, keyni tatganda yana bir tarafini bestirib tatamiz. Xamir ondan o'zligidan echildi. Bu jildni echib oldik. Endi mantning tugishini boshlaylik. Tugishdan burun bu jimbilni maylab olaylik. Maylashning maqsad mantning ostiga to'lishdan saqlanish. Qiyimni o'tirib silib, atrofini namdab turimiz. Turib, chim desitib, orqadan materialni yig'ib, yana biroz namdab yem basimiz. Qiyimni o'tirib qismi silib, qo'shiqlar namdab olamiz. Bir tarafni chim bisilib, yana bu tarafni og'izni qo'shiqning orqa qismi bilan namdab chin yemlab olamiz. Mantning tugish usuli shunday bo'ladi. Mantning eg'izini qalin qilib atmang. Qalin qilib atsangiz, qiyim pishsimi mantniki xamir pishmaydi. Biz bu mantni qaynayotgan ko'rib solamiz.
Silishdan burun o'tni pasaytamiz. Pasaytmasangiz qo'lingiz kuyib qoldi. O'tni kuchaytirib tuvoqni yapmiz. Mantini ko'rib sep bo'lgandan keyin manta taxminan 10 minut atrofida pishadi. Siz mantini sep bo'lgandan keyin o'tni past qilib qo'ysangiz, manti chirlishib olib, pishmaslik ahvoli kelib chiqadi. Shuning uchun mantini sep bo'lgandan keyin nihoyatda o'tni ishchi qiling. Vaqtmi to'shib qoldi. Bu mantimi pishib qolibdi. Biz bu jimbilni bu 4 tane cho'gida qisib turib olayli. Bu manta biz Uyg'urlarning eng oliy taom bo'lib, hem kuchlik, hem yenik taom hisoblanadi. Yaşanğanlar, yaşlar, o'ttir yoshlarga birdek mos keladi.